laboratoriyada biz talabalar loyihaning boshlang'ich qismini yengil materiallardan tayinlab, undagi xato yoki kamchiliklarni ko'rib chiqish uchun lazerli uskunadan foydalanamiz. Bunda yog'och yoki plastmassa materiallarni yengil materiallar ishlov berib, shunga o'xshash loyihaning prototipini ilk ko'rinishini yasab, bundagi xato va kamchiliklarni to'g'rilashimiz mumkin. Inno Texnoparkning 5-xonasida 3D printer orqali biz o'z loyihalarimizni amalga oshirib kelmoqdamiz. Biz VR laboratoriyasida o'z loyihalarimizni takomillashtirishimiz, o'quvchilar bilan muhokama qilishimiz hamda masofaviy onlayn darslarni olishimiz mumkin. Bu doskaning qulaylik taraflaridan biri, orqa o'girmagan holda bemalol orqasiga o'tib, 3D modellarni chizib yasashimiz mumkin va tushuntirib berishimiz mumkin. Va buning yana bir qulay taraflaridan biri, bu sensordan tashkil topganligi uchun avtomat montaj qilib ketadi hamda unga slayd prezentatsiyalarimizni ulashimiz mumkin. Inno Texnoparkga eng so'nggi rusumdagi zamonaviy texnologiyalar olib kelingan va men bu yerda o'zimni chiqindidan energiya oluvchi konteyner nomli loyihamni prototipini yasadim va kelajak muhandislar respublika tanloviga topshirdim. Mening loyiham EcoGrace. Men loyihamni yasash jarayonida Inno Texnoparkning aynan shu xonasidan samarali foydalandim. Bu yerda yaratilgan zamonaviy texnologiya va imkoniyatlar loyihamni amaliyotga tatbiq etishda yordam berdi. Biz injenerlar Fusion 360 dasturida loyihalarimizni modellashtirish, shakllantirish, boshlang'ich holatiga keltirish va ularning texnik analizlarini olish uchun ishlatamiz. Uzkosmos tomonidan tashkil etilayotgan Kensent loyihasida transport universiteti talabalari ham faol qatnashmoqdamiz va bunda biz nano sun'iy yo'ldosh yasab, undagi olingan ma'lumotlarni tahlil qilamiz. Men startapchi yosh olima Oyshaxon Qodirovaman. 22-may kuni davlatimiz rahbariga bionik ko'chat ekish loyihamni taqdim etdim. Endigi maqsadim yoshlarni startapini rivojlantirib, davlat rahbariga namoyish etish darajasiga olib chiqishdir. Biz Toshkent davlat transport universiteti talabalari o'z loyihalarimizni, innovatsion g'oyalarimizni hamda startaplarimizni Toshkent shahridagi Inno Texnopark faoliyatidan foydalangan holda mutlaqo bepul tayyorlamoqdamiz. Aziz yoshlar, keling, bizga qo'shiling hamda o'z loyihangizni yarating.